Assalomu alaykum hurmatli kabutar ishqibozlari. Bugun biz sizlar bilan Farg'onada Quva shahridamiz. Javlonbek ukamiz xonadonidamiz. Bir qator ukamiz kaptarlarini ko'rsatgani keldim ati. Добрый день, господа голубоводы. Мы с вами сегодня в Фергане, в городе Кува, в гостях у Javlonbека. Специально приехал сделать маленький репортаж о его голубях. Пожалуйста, приятного просмотра всем. Ona qizil to'sh nar ekan, Javlonbek. Ha, shu oldidagi modasi. Modasi qaysi u? Ha, Manami? sizga orqasan. Ha, bu. Noramiz zo'r ekan. Mana qizil to'sh norni qaranglar. O'zimiz eski ur qizil to'shlardan ekan, kaptar совсем zo'r ekan kaptar. Mana modasi ekan, modasi. Oq. Mana oq modami Javlonbekmi o'rtadagi? Ha, moda. Qora sochlarni ham bir qator ko'ringlar mana. Пожалуйста, вот красочи. Nаш sochim. Chiroq o'xshablar ekan. Sochimni beramiz. Mallavash. Mallavash kuchli kaptar ekan. Eski mallavashlardan ekan. O'tganda bir hali bog' shamolga borib bitta mallavash, ma'nasidan olib ketishuvdi mallavoshda, chiqib sotishdi. Bilmayman, esimda yo'q. Ixtiyor oldingmi? Bundan bir 2 yil. Emas. Hamma olmagan. Sizdan olganlardan oldim bu ixtiyor Ha, oldim. bo'lishi mumkin, shunday bo'lishi mumkin. Ash mallavoshni bolasimi bu? Uni bolasi. Yo'q, bu boshqa bu. Bu boshqa bu. Rahmat hammalarga e'tibor uchun. Спасибо всем за внимание. До свидания. До следующих встреч.